أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه فصلوات الله وسلامه عليه على من أرسله الله رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى رب العالمين بأدد مقطع الله الحمد سنالر بسن Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü cemaatimizge aytilmoqchi bo'layotgan masala va ayniqsa erkak kishilarni juda ham ko'p o'ylantiradi. Kunduzlari harakatga soladi, kechalari o'y fikriga soladi. Rizqni masalasi. Qanday qilsam boyib ketaman? Qanday qilsam rizqim keng bo'lib ketadi? Qanday qilsam haloldan bo'ladi? Yoki mana unday qilsam bo'laveradimi? Mana unday qilsam bo'lmaydimi degan savolni hammalarimiz ko'p beramiz. Chiroyli kiyingan odamni ko'rsak havas qilamiz. Uylari hamma sharoitlari bor odamni ko'rsak havas qilamiz. Mashinalari katta odamlarni ko'rsak havas qilamiz. Pullari ko'p odamlarni ko'rsak yoki eshitsak, yana bitta ikkita uchastkasi bor va yana oshiqcha narsalari bor, yoki Rossiyaga borib ishlab ketdi, yoki shu yerdagi ishlar yaxshi bo'lib ketibdi. Biz mana bu narsalarni ko'radigan bo'lsak, juda ham havas qilamiz. Qaniydi bizda ham bo'lsa deymiz. Qur'oni Karimda Ali Imron surasida Alloh subhanahu va taolo auzu billahi minash shaytonir rojim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث. İnsanlarını ko'ziga, erkak kishilarni ko'ziga ayollar ziynatlab qo'yildi, farzandlar yaxshi ko'rsatildi. Minaz-zahabi wal-fiddati wal-khayl. Oltin tillarni yaxshi ko'rasizlar, kumushlarni yaxshi ko'rasizlar, otlarni yaxshi ko'rasizlar. Mana erkak kishilar. Wal-an'ami wal-hars degani chorvachilikni va dehqonchilikdan bo'ladigan yaxshiliklarni, barakatlarni sizlar xohlaysizlar deyapti Alloh taolo. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Mol mulkni juda ham qattiq yaxshi ko'rasizlar deyapti. Insonni Alloh taolo yaratgan vaqtida jasad bilan ruh qilib yaratdi. Jasadda qon oqadi, go'sht suyak bo'ladi. Ruhni qandayligini qiyomatgacha hech kim bilmaydi. Va yasalunaka anir ruh qulir ruh min amri robbi. Ey Muhammad alayhissalom, sizdan ruh haqida kelib so'rashadi. Ruhning nima ekanligini Allohdan o'zga hech kim bilmaydi deb ayting dedi. Jasadimizga qanday kasallik, qanday dori nima kerak hammasini oshchasiman bildik. Ammo ruhni masalasini 1% ham bila olmadik. Chunki Alloh taolo ana bu narsani nima qildi? Yashirib berkitib qo'ydi. Lekin insonlarni bu dunyoda yashaganlardan keyin kiyim kiyadigan, taomni yeydigan va boshqalarga havas qilib qaraydigan bir tabiat qilib qo'ydi. Birodarlar, endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi. Alloh taoloni sizlarga yashashlik uchun tayyorlab qo'ygan bu yerida yuringlar va Alloh taoloning rizqlarini yenglar va talab qilinglar dedi. Juma surasidagi oyat karimaning oxirida fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Namoz nihoyasiga yetganidan so'ng yer yuziga taralinglar va Alloh taoloning fazli karamini qidiringlar. Sizlarga yozib qo'yilgan rizqlarni qidiringlar degan oyati karima. Bu masalani hech demay bir so'z aytib qo'yishim kerak. Rizqni masalasini birodarlar, biz qanchalik tushuntirmaylik, bizni unga ilmimiz yetmaydi. Dunyodagi eng ilmli inson soatlab xutba qilsa, rizqni qandaligini tushuntirib bo'lmaydi. Va dunyoda hammamiz rizq haqida bir umr masalani eshitsak ham
Buni nihoyasini tushunmaymiz, birodarlar. Nimaga? Va Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida yashirib qo'ydi. Xohlagan bandasiga xohlagan yo'li bilan xohlaganday rizq beradi. La yusalu amma yafal va hum yusalun. Alloh taolo nima qilayotganligidan hech qachon so'ralmaydi. Bandalari qilayotgan ishlarni har biridan so'raladi deb Alloh taolo oyat karimada tushuntiryapti. Mana uni shu joyini eslab turinglar. Chunki masalaning boshida bir so'z bo'lib, nihoyasida bir so'z bo'lsa, ana u ikkala so'z bir-biriga to'g'ri kelmay qoldi-yu demanglar. Rizqni avval, oxir, nihoyat tushunchasi Alloh biladi. Masalan, ba'zi bir odamlarda tushuncha bor. Qachonki sen zakotlaringni beradigan bo'lsang, seni mulkingni Alloh himoya qilib beradi deydi. Hech unday emas. Zakotni, mol mulkimizni qolganini Alloh himoya qilishlik uchun biz strahovoy kompaniyaga pul to'layapmizmi? Strahovoy kompaniyaga pul to'laganday to'laydigan, zakot beradigan odamlar bor ekan. Nima emishki, mana bir 100 ming dollarlik mening mato tovarim bor. 2,5 ming dollarini men zakot qilib qo'ysam, qolganini Alloh qo'riqlab beradi deb. Alloh taolo qo'riqlab bermaydi. Va Alloh taolo qo'riqlab berish uchun zakot beringlar degani yo'q. Mol mulkinglar nisobga yetsa zakot beringlar dedi. Va zakot bersanglar men qo'riqlab beraman deb oyat ham tushirmadi. Zakot bersanglar men himoya qilib beraman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham aytmadilar. Demak, ba'zi bir odamlarning tushunchasi noto'g'ri bo'lib buzilib qolmasinki, kimdir zakot berayotgan bo'lsa, bo'ldi endi mana meni mol mulkimni Alloh himoya qilib beradi, men himoyachini eng kattasiga nimaga desa, mana men zakotni berib qo'ydim-da deydigan odamlar bor. Unday emas, birodarlar. Va aqimus-sola va atuz zaka. Namozni barpo qilinglar, zakotni ado qilinglar deyapti Alloh taolo. Va sizlarni mol mulkingni himoya qilib beraman demadi biror joyda. Namozga da'vat qilsak biz aytamiz. Ba'zilar namoz o'qisang ishlaring yuradi deydi. Balkim namoz o'qigan kunidan boshlab ishi orqaga ketadi. Balkim namoz o'qigan kuni bir hodisaga uchrashi mumkin. Namozni bizni himoyamiz bo'lishlik uchun, pulimiz ko'payib ketishlik uchun, boyib ketishlik uchun o'qiyotgan bo'lsak, biz Allohga emas, boyishlik uchun degan boylikka ibodat qilgan bo'lamiz, birodarlar. Tushunchalarimizni to'g'rilab olaylik. O'y fikrlarimizni joyimizga solaylik. Har bir mo'min musulmon inson balog'atga yetganidan so'ng aqllik bo'lsa, balog'atga yetgan bo'lsa, namoz va roza, mol mulki bo'ladigan bo'lsa, zakot imkoniyati yetib, yo'li tinch, salomatlik joyida bo'lsa, haj qilishlikni Alloh taolo farz qildi. Bunga biror narsani bog'lab qo'ygani yo'q. Sen namoz o'qisang, so'ngra puling ko'payadi. Zakot bersang, qolgan pullaring himoyada bo'ladi degan so'z yo'q. Undan tashqari biz nima sababdan doimo birodarlar, nimaga endi biz boyib ketishlikni orqasidan tushib olamiz? Shu yo'lni oxirgi ostanovkasini kim ko'rsatib beradi? Va bu yo'lni nihoyasidagi qanday ostanovkasi nima? Buni oxiri nima? Buni so'nggi joyi nima? 10 yil burun 5 ming, 10 ming dollar pulim bor degan odamlar bugun 100 ming dollar pulim bo'lsa qaniydi deyapti. Yana 10 yildan keyin 1 million dollar pulim bo'lsa qaniydi deb o'tiraveradi. Faqat oldiga qarab ketaveradi. Buni nihoyasi nima? Buni so'nggi nima, birodarlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, buni so'nggi yo'q. Buni nihoyasi yo'q. Law kana libni adama wadin min zahabin. Odam bolasini bir vodiy tillasi bo'lganda la qala yoki la tamanna, yana orzu qilardiki, yana bir vodiy tillam bo'lib qolsa qani deb orzu qilib o'tiraveradi deyapti. Nihoyasi yo'q buni, birodarlar. Shuning uchun rizqni talab qilayotgan vaqtimizda mukkamizdan ketmaymiz. Ana u qaytarilgan, kam uxlaydigan, o'y fikrlarini, kuch-quvvatlarini, imkoniyatlarini, tanishlarini, hamma narsasini, umrini, borini, yo'g'ini, sog'lik, salomatlik vaqtlarini hammasini to'plab faqatgina boyishga sarflayotgan odamlar bor. Bular adashgan odamlar. Yoki uylarda o'tirib olib, hech qanday harakat qilmasdan Alloh men rizqim berib qo'yadi deb o'tiradigan odamlar bor. Bular ham adashgan odamlar.
mo'min musulmonchilik va ahli sunna val jamoa e'tiqodi doim o'rtada bo'ladi. Rizqimizni topolaylik ekan deb mukkamizdan ketib o'lmaymiz. Alloh rizq beradi ekan deb uyda yotib qolmaymiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, inson Alloh taolo yaratayotgan vaqtida bosqichlarida onasini qornida agar farzand tushib qolmasdan 4 oy bo'lganda 40, 80, 120 kun deyiladi. 30 dan hisoblasangiz 4 oy bo'ladi. Alloh taolo bu yaralmay turib buni ajalini, buni amalini va buni rizqini yozib qo'ydi dedilar. Fattaqulloha va ajmilu fit talab. Ey insonlar, Alloh taolodan qo'rqinglar va rizq talab qilayotgan vaqtida go'zal yo'llarni tutinglar dedilar. Mana bu yerda ozgina pul bor ekan, sal haromroq joyi bor ekan desa, eplab yo'lini topamiz deb keta olmaylar deyapti. Oshqozonga kirib qolsa, chiroyli kiyim kiyilib qolsa, yaxshi uy qurilib, kattaroq mashina olinib qolsa, mayli haloldan bo'lsa agar, haloldan bo'lsa agar, ammo haromdan bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo saqlasin, o'zi va farzandi va oilasi hammalari bebaraka bo'lib dunyodan xotirjamlikni yo'qotgan holda o'lib qoladilar. Va shunday o'tib ketadi. Bebaraka odam bo'lib o'tib ketadi dunyoda. Umar roziyallohu anhu kunlarning birida masjidda namoz tugagandan so'ng odamlarni o'tirganlarni ko'rdilarda, ana ular nima o'tiribdi masjidda deb savol berdilar. Aytildiki, bular tavakkalchilar deyildi. Firqa toifa ko'paygandan keyin shu tavakkalchilar ham chiqib qoladi deganda. Umar roziyallohu anhu shularning huzuriga borib aytdilarki, sizlar nima xizmat bilan bu yerda o'tiribsizlar deganda aytdiki, biz Allohga tavakkal qilib o'tiribmiz. Rizqimizni Alloh taolo beradi deganda, tur masjiddan chiqinglar degan ekan. Umar roziyallohu anhu, masjiddan chiqinglar. Namoz nihoyasiga yetdimi? Va masjidda qilinadigan xizmat yo'qmi? Masjiddan chiqinglarda tavakkalchi bo'linglar. Tavakkalchi bo'lmanglar degan ekan. Arab tilida shuni farqi bor. Tavakkul degani birovga suyanib olgan degani. Tavakkal degani sababni olib harakat qilgan degani. Yer olmagan odam birovning yeriga borib shu yerdan bir narsa o'sib qoladi desa, yoki yer olgan odam mana shu yerimizdan endi bug'doy o'sib chiqadi desa, ammo urug'ni sepmasa, qanday qilib bug'doy o'sib chiqadi deydi dinimizda. Uylanmagan odamda qanday farzand bo'ladi? Bo'lsa valad zina bo'ladi. Uylanish kerak-ku, nikoh bo'lish kerak, so'ngra Alloh taolodan so'rash kerak. Demak biz aytdikki, rizqni talab qilayotganda birodarlar, famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi. Alloh taolo ko'rsatgan yo'llarda yuring va Alloh taolo bergan rizqini yeng deb. Bu tajovuz qilmaslik. Ammo ba'zi bir odamlar bor, boyliklari bor, pullari bor, hamma narsasi bor, faqatgina mana shu narsani ko'paytirish bilan avvalo. Ehson qilmaysizmi desa, aqlimiz xudo xolasa inshaalloh yanagi safar. Ehson qilmaydi. Umuman ehson qilmaydigan odamlar bor, umrini hammasini pul to'plashga bag'ishlab yuborgan. Bir odamning voqeasi esimga tushib ketyapti. Kecha men aytib berganday bo'ldim bir joyda. Arobiy, badaviy, cho'lda yashaydigan odam shaharlik bilan ko'rishib, suhbatlashib qolganligi haqida. Birodarlar, rizq degani bu aql idrok degani emas. Birov hisob kitobni zo'r bilyapti, buni pullari ko'p degani emas. Qancha buxgalter tilamchi bo'lib yuribdi hayotda. Matematika, fizikani yaxshi bilganlarda uyning eshigi yo'q, devorning darvozasi yo'q, qarzi bor, hisob kitobni yaxshi biladi. Rizqni masalasini biz bilmaymiz. Rizqni Alloh biladi. Balkim bir bola tug'iladi Arab diyorida yoki bizda, otasi bu bola voyaga yetishdan avval yoki radomdaligida yo birga kirganda o'lib qoladi. Haligi bolaning bo'ynida $1,000,000 pul paydo bo'ladi merosdan qolgandan so'ng. Bu ishlamadi-yu hali. Ishlamasa ham Alloh berdi, otasi o'tdi, yaqin o'tib ketdi, otasi boy odamdi, merosxo'r bo'lib qoldi, osmondan pul keldi. Va fis samai rizqukum. Sizlarning rizqinglar osmonda deyapti Alloh taolo. Balki bir odam 60 yil ishlaydi, 70 yil harakat qiladi, ammo rizqi to'liq bo'lmaydi. Alloh taologa shukr qilgan eng boy inson bo'lib hisoblanadi. Badaviy inson, ana u cho'lda yuradiganda badaviy deydi.
Hadari degani shaharlik inson. O'sha badaviy odam bir nimaga keladi? Madinaga, shaharga keladi-da, cho'ldagi ba'zi bir narsalarini shahardagi odamlarga sotib, bozordan boshqa narsalarni o'rniga evazga sotib olib qaytib ketishlik uchun. Cho'lda nima bo'ladi desa, cho'lning narsalari bo'ladi. Qattig'i bo'ladimi, qaymog'i bo'ladimi, tuyadan va qo'ylar, echkilardan chiqadigan halol, tayyib bo'lgan narsalarni olib keladi. Ularni shahardagi odamlarga bozorga sotadi, o'rniga shaharda topiladigan guruchmidi va yana shaharda kerak bo'lgan narsalarni ba'zilarini oladi. Bu tuyasini tarixda, bizning mashinalarimizda bagaj bo'lib qoldi. Tarixda tuyalarda xurjun bo'lgan, ana o'sha tuyani ikki tarafida turadigan katta ikkita qop, ammo bir-biriga bog'langan bo'lgan. Qishloqdan kelganda boshi yaxshi ishlamaydiganda birodarlar. Hamma olgan narsalarini tuyani bitta tarafiga solib qo'yibdi. Guruchini ham, falonchini ham, pistonchini ham hamma yig'ishtirib kelgan narsalarini tuyani bir tarafiga solib qo'yibdi. Bir shaharlik qarab turgan ekan bunga. Aqllik, idroklik, farosatlik, zakovatlik, ilmlik o'zini nimasida. Aka unday qilmaysizlar debdi. Bo'lmaydi unday qilsangiz. Qanday qilamiz degan ekan. Hozir debdi, tuyani bu tarafiga hamma narsani solib qo'ydingiz. Ikkinchi tarafiga nimaga bo'sh qolib ketyapti desa, qarab tur debdi, ikkinchi tarafini to'ldirib qo'yaman hozir debdi. O'sha joyda turgan qumlardan ko'p olib turib, tuyani ikkinchi tarafiga solib qo'yibdi xurjuniga. Shaharlik aytibdi, aka o'ltirdingiz-ku debdi. Bu nima qilganingiz bu? Nima bo'ldi bu yoqda debdi. Shu yarimiga bug'doy, guruch, hamma narsani soldingiz, bu yoqda qum soldingiz. Cho'lda qum yo'qmi debdi. Cho'lda qum yo'qmi degan ekan, cho'lda qum bor. Sen debdi, hozir narsalaringni solding, ikkinchi tarafga qumlarni ham solding. Endi sen tuyani ustiga ham minasan. Bir yo'l tuyani o'ltirib qo'yasan ekanda sen. Desa, qanday qilayin degan ekan, sen debdi, qumlarni mana bu tarafga chiqarasan. Qani chiqaring o'zingiz debdi. Bitta tarafdagi qumlarni chiqaribdi. Endi narigi tarafdagi yarim narsani bu tarafga olib qo'y. Ashunda yaxshi ketadi debdi. Ashaq siz tuyangiz menda ketaveradi-da. Tushunyapsizmi debdi. Ana Toshkentchasiga. Равневес, понимаете, debdi. Вот здесь 20 килограмм, а здесь 20 килограмм. Siz ustidan minasiz degan ekan. Mashalloh debdi haligi odam. Qishloqlik qarang, men ahlim yetmabdi. Mashalloh. Shunga ahlim yetmabdi, men ahlim yetmaydi. Qumni qaytarib joyiga solib qo'y debdi. Nimaga degan ekan, sen shaharlikmisan debdi, men shaharlikman debdi. Bitta savolim bor senga. Qancha boyliging bor seni debdi. Sen o'zing qancha boyliging bor debdi hali qishloqqa. Shaharlikka aytibdi. Вы не обижайтесь, если здесь городские люди сидят, то men bir voqeani aytib beribman, kitobdagini ajratganim yo'q. Voqeani aytib beribman xolos. Seni debdi, qancha puling bor o'y debdi. Qishloqlik, shaharlik, qancha puling bor seni debdi. Degan ekan, to'g'risini aytaymi debdi. To'g'risini ayt debdi. Men ba'zan ovqatim bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi. Ba'zan qornim och, ba'zan qornim to'q. Uncha pulim ham yo'q degan ekan. Sen aqlliksan, deb boshing ishlaydi, sen aqlliksan. Menga o'rgatyapsan u sen. Qanday qilishni o'rgatyapsan desa, buni hamma bilasiz. Yo, sen aqlliksan o'zing, boshing ishlaydi-yu. Desa, endi meniki shunaqa degan ekan, sen eshitib tur debdi. Men qishlog'imga qaytib borganimdan keyin tuyalarimni sanayotib adashib ketaman ko'pligidan debdi. Qo'ylarimni sanayman deb adashib ketaman-da, qo'y, meni boshim ishlamaydi, yurishaversin. Bular o'zi ko'payaversin. Xudoyim o'zing barakangni berib qo'y deb yuraveraman debdi. Qumni solib qo'y joyiga debdi. Sen qumni joyiga solib qo'y debdi. Men ishimga aralashma. Sen juda aqlli bo'lsang, rizqingni ko'paytirib ol debdi. Duo qilar ekan-da u qishloqlik. Xudoyim, meni boshim ishlamaydi, o'zing rizq beraver deydi ekan. Meni boshim ishlamayapti, sen o'zing rizqingni menga beraver Xudoyim deydi ekan.
Meni jinniligimga Xudoyim rizq beryapti. Sen aqlli bo'lsang rizqingni topib ol degan ekan, birodarlar. Aql, farosat rizqni hal qilmaydi. Men juda so'zga ustaman, harakatlarim ko'proq, tanishlarim bor. Ana undayman, mana undayman degan odam o'ylamasin, o'sha sababdan rizq kelyapti deb o'ylamasin. Rizqni Alloh beryapti. Salomatchilik rizq. Avvalgisi iymon, e'tiqod, din, diyonat, tinchlik, omonlik, xotirjamlik, badandagi salomatlik va buni sanab tugatib bo'lmaydigan narsaning hammasi rizq deyiladi. Bizda usta yaxshiroq ish qilsa, men shuni quritoy ustaman deb olyapti. Ertaga beli og'rib qolsa, quritoy doktor istab yuribdi keyin. Salomatchilik rizq emasmi? Rossiyaga borsa, men o'ruschani yaxshi gapiraman deb, ona o'ruscha bilmaydiganlar ham pul topib kelyapti. Iymon, e'tiqod, birodarlar, shunday bo'lsinki, Alloh subhanahu va taolo huvar razzaq zul quvvatil matin. Rizqni beradigan Alloh taoloning o'zi, bandalarga rizq beradigan Allohning o'zi. Allohdan so'rang, bandasan so'ramang. Boshingiz istamasa ham beraveradi. Kallaja ishlab ketish shart emas. Alloh rizq beraman desa o'zi beraveradi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.